Agar bir oy ichida mana shu filtr qop-qora rangda bo'lmasa, pulinglarni 100% qaytarib beramiz. Bu narsa Toshkentda hozir har bir uyga, har bir xonaga qo'yilishi kerak bo'lgan narsalardan bittasi. Bu havoni tozalaydigan очиститель. Bilasizlar, Toshkentda hozir havo juda ham aynib, chang ko'payib ketgan. Agar uyingizda yosh bola yoki yosh katta odam bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsani обязательно qo'yinglar, maslahat. Chunki bu pastidan changni o'ziga tortib olib, tepasidan toza havo chiqarib beradi. Ko'rayotganingizdek ikki xil variantidan olib kelib qo'ydi. Narxlari juda ham zo'r chiqqan, funksiyalari ham juda ham ko'p, 3 xil tezlikda ishlaydi. Undan tashqari o'zini 2 soat, 6 soat, 12 soatgacha ishlaydigan qilib qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Eng zo'r tomoni buni filtrida. Filtrni ham hozir bitta ko'rsatib, narxlarini ham aytib o'tib ketamiz. Bu shu havo tozalaydiganimizning filtri bo'ladi. Buni bemalol yuvib ishlatsanglar bo'ladi. So'nggi texnologiyada ishlab chiqarilgan 3 qavatli filtr, ichi ko'mirli bo'ladi. Buni bir hafta ishlatsanglar o'zi foydasini shunaqangi sezasizlar. Bu narsani ko'chada juda ham qimmat sotishyapti, chunki talab juda ham kuchayib ketgan. Ko'chada chang havo bo'lgani uchun, lekin biz obunachilarimizga juda ham arzon narxda sifatli mahsulotni keltirdik. Bu очистителimizning dumalog'ini ham, to'rtburchagini ham narxini bor yo'g'i 550 ming so'm qilib beramiz. Soni cheklangan. Buyurtma berishga shoshilinglar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Aytib o'tganimizdek, agar foydasini sezmasanglar, pulinglarni 100% qaytarib beramiz.